Şunchalik bir xor millatning ostida musulmonlar xor bo'lsa bugun. Bu nima uchun bu? Buning tunji nimasi birodarlar? G'albining tunji asosi bo'lgan musulmonlarning o'zaro birligi. Mana buningga sal qirg'anligimizning natijasi birodarlar. Hozir ham mana buningga sal qarash eg'ir. Buningga sal qarash eg'ir birodarlar. Alloh taoladan qo'rqishimiz kerak. Birodarlar, biz birligimiz bilan Alloh taolaning kitobiga mahkam yepishishimiz bilan o'zaro qarindoshligimiz bilan dinimiz bilan g'alaba qilamiz birodarlar. Agar yana biz bo'linish, o'zaro tafriqchilik, ittifoqsizlik mana shu yo'lga mansak birodarlar, biz xorliq taraf qarab borgan bo'lamiz va oqimizdagi shu million musulmonlar qiyomatimizni yaqimizga yetishadi birodarlar. Hey, sening dadingni Fatihga seni yo'lga solib deydi birodarlar. Shu sizlar chiqib ketgandan keyin shuncha zulmni oldi ya bizga dedi. Haqiqat birodarlar. Mana shu bir turkum yoshlar hijrat, jihad maqsadi yurtidan ayrilgandan keyin shu qarindoshlarimiz, ota-onamiz nima kunni ko'midi birodarlar. Mana shular bugun kunda umid kutib turadi. Shular bir keyniga qaytib, bir kunlarda kelib bizning ustimizdagi shu qora bulutni ketkisiz kerak. Shular bir kunlarda qaytib shu turmalarning qulublarini chaqisi kerak. Shular bir kunlarda qaytib shu mazlum bo'lgan, bichora bo'lgan, dafsanda qilingan shu ojizlarimizni qutqarish kerak deb shu umidni qilib o'tirdi birodarlar. Endi biz mana shu yerda birodarlar birlashmay, oramizdagi ittifoqsizlikni tashlamay, Alloh taolaning diniga qaytmay yashaydigan bo'lsak birodarlar, dunyoda ham xor bo'lamiz birodarlar, million musulmonlarning la'natiga uchraymiz. Birodarlar, tarixda va atrofimizda nurg'unlagan ibratlar bor. Tarixda Alloh taolani inkor qilgan, Alloh taolaning diniga qarshi chiqqan kishilarning qanday halok bo'lganligini bizga ibrat bor birodarlar. Atrofimizda Alloh taolaning diniga ergashgan, birlashgan, o'zaro din asosida qarindosh bo'lgan, o'limdan qo'rqmay yashagan mana bu kishilarning dunyoda nima izzatga erishganligini birodarlar bizga dars bor. Mana bu narsalarni bir o'ylashimiz kerak. Demak, mana shunchalik bir xor millatning, xor bir qavmning ostida bizning xorulab qolishimiz birodarlar, bizning naqadar dinimizga sal qarg'anligimizning natijasi bo'lgandir. Naqadar dinimizga sal qarg'anligimizning natijasi bo'lgandir. Naqadar birligimizga sal qarg'anligimizning natijasi bo'lgandir. Mana bu narsa yana takrorlansin. Bu narsa yana takrorlansa birodarlar, bizning shu qanimizdan, janimizdan bizga qimmat qo'yilgan farzandlarimizga o'zimiz yashayotgan, o'zimiz yashagandan baxorlikni qoldirib ketamiz birodarlar.